Haqiqiy erkak oson yo'l tanlamaydi, muammoni hal qiladi. Nimaga bu gapni aytyapman? Bugun bo'lgan voqeani sizlarga aytib bermoqchiman. Qabulimga ikkita yangi oila keldi. Bittasiga 1 yil bo'lgan, ikkinchisiga hali 2 yilga to'lmagan. Hali tekshiruvlardan to'liq o'tmasdan ikkala oilani ham o'sha turmush o'rtoqlari, erlari kirib oldimga. Agar ayolim ertaga tug'maydigan bo'lsa, analizlari yomon chiqsa, menga ochiq ayting, ayolimga hech narsa demang. Ajrashmoqchiman deb aytdi. Bundan juda ham jahlim chiqdi. Tushuntirishga harakat qildim. Hali to'liq tekshiruvdan o'tmagansizlar. Oldin tekshiruvdan o'tinglar. Может, ayolingizda hamma narsa yaxshidir. Может, kamchilik sizdadir. Shunga qarab keyin maslahatlashamiz. Keyin sizga bitta maslahatim dedim. Uylangandan keyin erkak kishining mas'uliyat degan yelkasida xurjuni bo'ladi. O'shani sizdan chiqarmang dedim. Bitta oilani mas'uliyatini ola olmasangiz, ertaga ikkinchi marta uylanganingizda qanaqa javob berasiz?